Bize yazılmaya bayağı siz geçin. Nasıl kavga ediyorsun git bırakalım. Abi siz bize yazılmaya açsam yazıp vermek için. Ya Murat'ım hangisini aytayım bize? Yazıp vereyim mi aytayım mı? Aytım. Suhbatlayayım mı? Tamam. Yazmadan işte. Onda yaxshi sizlarga ruxsat ağa. Rahmet. Nega rahmet? Bizga aytilgan topshiriq bo'yicha uylanib ma'lumotlarni Direktordan çok geldi. direktor bilan so'rashgan yo'q. Yazıp vereyim varsa? Yo'q. Ben 3 günümüzü bir de kağıt meni qaytap ber, kağıt meni. Yo'q. Suhbatlayıp kılarsın bu mesele. Yo'q. Onu göremiyorsun hatta. Endi bu yoqqa o'zimiz ma'lumotni beramiz. Menga sizin ma'lumotlarınız kerak, men farzandlarni o'rganishingiz kerak. Men sen maktabda o'rganib murojaat qilmadim. Sizin hozir men Kundalkomdan adam chaqiryapman. O'sha yilning bo'yicha tekshiradi. Kundalkomdan kim? O'sha yillarni Kundalkomni tekshiradi, o'quvchilarning kelib ketuvini tekshiradi. Ana inspektor psixolog chaqiryapmiz. Inspektor psixolog ham keladi. Har kim o'zining tekshiruvisini istaydi bu yerda. Birayman onda. Yo'q, iloj bo'lsa, agar qarasangiz kutib turing, bo'lmasa Ya yani inspektor psikologumuz kim? Maktabning inspektor psixologi. Ha, maktabning inspektor. Onda nima ish qiladi bu? Har kim o'ziga bekitilgan vazifani o'rganadi. Kundalkomda hozir yo'q da bu Yo'q, kundalkom. Kundalkomda u ko'rmaydi biroq. Kundalkomga u javob bermaydi. Bu boshqa. Kundalkomga javob beradigan odamlar chaqiradi, qisqam keladi. Birayman onda. Birga o'rganamiz masalani. Qarasangiz kutib turing. Ya qarasangiz men qarasam farzandlarim uchun majburman. Tushunyapsizmi? Majbur bo'lsangiz o'tiring unda. Soat nechida keladi? Necha vaqtda keladi? Bir soatda bo'shayman dedi. Yo'q, men bir soatda bu qanaqasi shu tushunmadim hozir. Inspektor psixolog bir soatda o'sha kundalkom taqadashmi? Nuqs keladi mutaxassislar. Hozir jiberadi. O'zlarini aytdim, men tavsiyamasini berdim. Tushundim apa? Taqadash. Kim kerak bilmayman. Ya. Mutaxassis taqadashdan keladimi, nuqsdan keladimi? Uni bilmayman. Men o'zim tegishli bo'limdan chiqdim. Biroq inspektor psixolog bir soatda bo'sayman dedi, bir soatda boraman dedi. Inspektor psixolog o'sha maktabdan bekitilgan inspektor psixolog. O'g'lim tushundim. Kundalkom mutaxassis so'rayapman. Kundalkomning mutaxassisi o'zining bo'limidan chiqdim. O'zlari javob beradi, o'zlari odam jiberadi. Kelmay qolsa men kutib o'tiraversam bu yerda bekor. Anqashni berdi, atana kutib o'tirmoqchisiz. Endi kelmaydimiz, keladi aniq. Shuning uchun biz o'zimiz sujudimizni qilib Nargiz ruhiy ko'rik, psixolog ko'raman, astaxonani ko'ramiz. Bo'ldi, men o'tiraverishim. Yo'q, bo'lsa, yo'q, o'tirib qo'ydi deb aytadi bo'lsa, mayli ruxsat. O'tirib qo'ydim, hozir jamon chiqib ketib o'tirib qo'ydim. Necha kutib o'tirishim kerak ekansiz? Endi bu yoq odam bor edi orqasingizda. Yo'q, endi necha men sizni kutib o'tiribman. Qog'oz yozib yozib berdim, mana qolamayapti. Yaxshi, ara sizga ruxsat. Bir so'z aytayapman. Eng aqlli iltimos. Qavlashlar, qavlamaysiz. Mayli buni olish xohlamadi. Iltimos, endi shuncha keldik. Ministerning talabi bilan keldingiz. Bitta qog'ozga mening nimalarimni bir 2-3 narsalarni olib qo'ying, keyin kundalkom chaqirasiz va boyaga inspektor o'zi neni olib qolasiz? Kerakli aytib qo'ying, kerakli mutaxassis masalan menga e'tiroz qilayotgan bo'lsa boshqa sohaga tegishli bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham suhbatlarni qilyapti. Yo'q, boshqa sohaga tegishli odamni jibermaydi, o'zining qanigasini jiberadi. Siz meni tushunmadingiz. Men qilayotgan murojaat bo'yicha bu qizimga tushuntirdim. Qo'shimcha sizga qo'shimcha mutaxassis kerak bo'lib qolishi mumkin deyapman. Shuning uchun ham siz men bilan suhbat qilsangizda, rasmiylashtirsak-da men ketaveray. Sizning vaqtingiz olmaydi. Men suhbatimda hamma narsani bayon qilaman-da, siz kerakli mutaxassis chaqirib birga o'rganavering deyapman. Agar bolalarni o'rganish kerak bo'lsa, bu qizimizga va'da berdim. Siz shuni dars berasizmi axir? Nimani? Sizga birga yozaman, imzo qo'yib beraman. Suhbat bayon qilsangiz, men chiqib ketaveray. Sizning vaqtingiz olmaydi, o'zimning vaqtim olmaydi. Qo'y birimizni hozir noto'g'ri ko'z qarash bo'ladi. Shuni aytyapman-da, shu bir. Siz menga noto'g'ri ko'z, men iltimos qilyapman, xolos. Men noto'g'ri ko'z qarash qildim. Qog'oz ham yozib bermoqchi, uni ham xohlamayapsiz endi. Program kelib. Ya, siz jazo bering dedim men. Men bu yoqda o'ylanib kelayotgan hozir. Siz nima talab qilayotganini men bilmadim-da, hurmatli xodim. Yaxshi, ag'a sizga ruxsat, biz o'zimiz o'ylanib, ma'lumotlarni prokuraturaga beramiz. Shunda siz Poloni shunchaki chaqirtirib, o'yinchoq qilib, chaqirib kelmadimmi? Kim chaqirdi meni? Sizni misol uchun eshitdik, ag'a. Yo'q, men eshitmadim-da. Siz aytdingiz, farzandlarim uchun kelyapman, farzandlarimning ruhiy holati, misol uchun qiziqtiryapti, ma'naviy axloqiy holati kerak dedingiz. Bizlar hozir shu bo'yicha o'rganamiz. Faqat ruhiy ma'naviy emas, tarbiyaviy ishlar. Bildim. Hozir men bloknotga yozaman qo'ydim. Siz bloknotingiz rasmiy hujjat hisoblanmaydi. Bitta suhbat bayon qiling, iltimos. Iltimos sizlar deyapman. Nimaga bloknotni pesh qilasiz menga? kelaverdingiz, men o'yinchilar emasman sizga, men normal insonman sizga.
Gaplashib o'tiribman, iltimos qilyapmiz, boshqa narsa qilyapmiz hozir. O'tiribman. O'tirib tur dedim. O'tir dedim. O'tir dedim, o'tiribman. Oltim yaxshi. Ani, maktabga gapni savol to'g'rilab beraylik. Savol to'g'rilab beraylik, javobni to'g'rilab olaylik. Qaysi xizmatga maktabda? Ani, rasmiylashtiring, birgalikda ishlaylik, yechaylik masalani. Ma'an aytavering, men o'zim bilaman. Aytavering, kimlar ekanligini aytib. Siz Kimga norozi ekan? qonunning ustunmisiz? Ya respublikani tirab turibsiz shunday. Ma'an aytavering, men o'zim bilaman. Men siz biladingiz, men bilganim uchun iltimos qilyapman. Siz qonun ustun emassiz. Av kimlar ekanini ayting Yaxshi yaxshi. qolib suhbatlashaylik, iltimos chiroyli qolib suhbat. O'yin sovetda sotibsiz. Rasmiylashtiring shuni. Rasmiylashtirishga majbur emasman. Men siz menga umuman topshirma bera olmaysiz negizimda. Rasmiylashtirmay. Topshirma beryapman, iltimos qilyapman. Topshirma boshqa. Yo'q deb o'tirman. Men rasmiylashtirilmaydi deb o'tirman. Men ma'lumotlarni yozib sizning qo'lingizga yetib boradi deb o'tirman. Menga ayting ayting. Siz ma'lumot. Ne aytdingiz? Ma'lumot kerak emas. O'shanda qo'pollasman, aytib, "Yo'q, kuyovimni olib qo'yasan, men qilma unday" deyapman. Chiroyli muomala qilmayman. Men sen kuyovim emasman, jo'ram tansin emasman, men nega men unday aqlimni boshqacha o'zim ko'rsatyapman? Men chiroyli muomala iltimos qilyapman. Endi aytib iltimos qilaymi yaxshi. Iltimos qilmayapman, rasmiylashtirib, qonun nuqtai ikkitaga chiqib prokuraturga topshirma bergan. Rasmiylashtirilmaydi. Tap hozir rasmiylashtirilmaydi. Rasmiylashtirilmaydi. Ma'lumot formasini yetib borib qo'lingizga tashlashga dedim. Kerak emas, sizning ma'lumotingiz to'liq. Bunda hech narsa aytmay turgan bo'lsangiz, boravering. O'zingizga yetib boradi. Nizat so'ylayotgan bo'lsa, hammasiga yetib boradi. Boravering, sizga rahmat kelganim so'rashim. Bizga huquq protsess bo'yicha жұмысimizni davom ettiring. Atan ahmoq qilib o'tiribsiz hozir. Kel deb. Men nega keldim? Men nega chaqirdingiz? Suhbatlashish uchun chaqirdingiz, to'g'rimi? Suhbatlash bo'ldim, ammo yerda tugadi, ketaverdi. Tugagan bo'lsa, tugagan suhbatlashishlar tugaganligini rasmiylashtirib. Yana kechga deyim o'tirib qolib. Ya, men bilmaydigan vaqtdan olaman. Men vaqtimda bor. Sizlar hozir. Sizlar mana shu yerda o'tirgan uchun mamlakatga aytib beradi, menga hech kim aytib bermaydi. Tushunasizmi? Endi so'ng shu ruxsat berish joydan boravering. Sizga ma'lumotni yetib boradi. Menga ma'lumot kerak emas, apa. Men bilan suhbatlashishni tugadi, men ketayin deyapman. Tamam bo'ldi deb o'tirib qo'ying. Bo'ldi, o'rta bering qani, tamam bo'lgan suhbatlash, men o'qib ko'rib bitta, to'g'riligini tasdiqlab qo'llab berib ketay. Men bilan nima suhbat qilganingizni men bilib ketay, nima yozganingizni bilib ketay men. Ha bilasiz-ku, kun men o'zingiz bilan suhbat qildim. Iltimosdan rasmiylashtirib chiqib Yo'qqa javob berishimiz kerak-ku, prokurorga. Menga javob bermaydi. Qarash beramiz. Bo'ldi, prokurorga javob berishimiz bo'ldi. Bu bunda men obyektdan qolib emas, obyektga chiqib keldim kerak. Yana obyektga. Ketavermaysiz, ustab turgan yo'q. Yo'q, men ustab turgan yo'q, men kabinetdan foydalanyapsiz. Mamlakatda kabinetdan foydalanyapsiz. Mamlakat menga topshirib qo'ydi. Xo'p, endi chaqirdim, kim o'tib? Ketum kerak men. Obyektdan o'tib bormay chaqirdim, men nima qilaman? Obyektdan o'tib emas, obyektdan burun chaqirdim. Xo'p, kim o'tibman men? Kim o'tirgan bo'lsa, sonda gapirishib so'raysiz. Obyektdan kelgan Sovet tamam bo'ldi, ana keldi. Baraver. Men bo'lmadim men. Buni bilan qashib so'raysiz. Men bo'lgandan qog'oz bergandan keyin bo'ldi. Ana keldi. Qaysi knopka bo'lsa qo'y. Mening kabinetimni Yaxshi, bo'shating. men Mening kabinetimni bo'shating dedim. Talablar Ava. qonuniy talabmi? Qonuniy talab. Bo'satmayman, men bo'lsin o'tayim bo'sataman. Men e'tiroz qilyapman. Siz talab Bo'ldi bizga. Bo'ldi. rasmiylashtirib chiqib ketay iltimos. Bu yaxtamadim bu. Chegaralashmaydi, iltimos, hurmat xodim. Hozir boshqacha bir mazmun keltirib chiqamayapman. Qul avvaliga erishilib. Ne mazmun kelib chiqadi? Hozir avvaliga erishilib, masalan, azajda mana e'tiroz qilyapman. Yo'q, erishib kelib chiqadi. Hozir avvaliga sizlarga kelib chiqaryapman. Ya, men sizga prosta aytib o'tiribman. Bo'ldi, sovetimiz tamom bo'ldi. Bizga huquq protsess bo'yicha. Suhbat deb qo'ymoqchiman. o'tiribman, bo'lgani. Ha? Men qaytib sizga aytaman. Men bo'lmadim men. Men aytmadim siz qalay noqonuniy ish qilib Masalan, shunda o'tirayapti. Ayting. O'tiramiz. Bo'ldi, sizlar. O'tiryaptimi? Endi bo'ldi. Menden hech ne yo'qmi? Ya. Savol javob yo'qmi? Men kabinetimni bo'shatim. Men bo'sataman mayli. Yusuf sen ne? Siz bilan tamom bo'ldi, sovet ketavering. Qayerga rasmiylashtirib keting, qo'llab bering, ketaman. Rasmiylashtirilmaydi. Nega? Boraveramiz. Nega? Men nega chaqirdim onda? Nega chaqirdim? Nega chaqirdim? Sovet o'tkazimiz tamom bo'ldi, sizga. Bo'lsa, tamom bo'lgan sovet o'tkaringizni menga rasmiylashtirib ber. Tamom bo'lgan, o'zi aytib tursan qo'y. Men emas-ku. Ketayim men. Direktorimning vaqtini olmayman. Men ketishyapman. Men e'tiroz qilayotganim yo'q. Xizmatlarni bo'shatib beraman, biroq siz mening ishimni tugating, iltimos sizdan. Sizning жұмысыңыз tamom bo'ldi. Men жұмысым yo'q bu yerda. Men siz chaqirgan shu. Men жұмысым. Siz bilan sovetimiz tamom bo'ldi. Tamom bo'ldimi? Tamam. Ana. Qo'ydim. İstemeyiz falan. Siz bilan sovetimiz tamom bo'ldi.
bara verseniz bo'lardi. Men o'tiribman, siz o'tir dedim mana anaqasi. Hozir psixolog keladi dedi. Endi kundalik qonda adam keladi dedi. O'tirmas edi, o'tiribman. Men kundalik qonda adam keladi dedi. Psixolog keladi hozir dedi. Men qo'shimcha mutaxassis ajratyapman. Men bir o'zim kuchim yetmaydi dedi. Yaxshi dedi. O'tiraversa o'tiraveradi. Vaqtim bormi dedi. Bor. O'tiribman hozir. Men nima qilaman? Topshirib o'rlab o'tiribman. Siz quvyapsınız meni. Tamam. Chiqib deyapsan men kabinetdan. Kabinetdan nima qiladi? Men kabinetdan ko'tarib ketdingmi? Onda ichki ishlardan ya qolboshli odam chaqiraman qaraysan. Biroq ruxsat beradi. Talab o'zim. Men esa men o'laqam yo'q. Qaraysan. Men biroq ketdingmi? Sen men o'tir dedim, o'tiraman. Talabni o'rlab. Prokuror topshirmasam. Mana savol o'tkazsan dedi. Bularga aytishdi. Andagan hozir uyda so'ng shunday. Andagan savol o'tkaz degan masalani ko'r degan, siz menga aketib ber degan. O'zini talab etish. O'zini talab siz aralashib endi aytib. Men aralashib o'tiraman. Men hozir aviatsiya kelaman degan ishni biz kabinet bo'satib yo'qotman. Bo'lgan masalasi. Men bo'satib bizib ko'tarib ketmayman, o'tiribman. Men shuga chaqirilganim uchun taklif qilganim sizning ruxsatingizni olib kirdim kabinetga kirgan vaqtimda. To'g'rimi? Ruxsat olib kirdim. Boshlab kirmadim. Bo'satib o'tirman, chiqib o'tiraman. Yaxshi, men hozir ketmaydi, kutib o'tirib, shu yerda kutib o'tirdim. Shu yerda kutib o'tirib, iltimos. Qo'ymay qo'ysa Ben kuvvetken çok İltimas var. Sen iltimas et. Şanlayma bir konu böyle ya şöyle oturabilir. Bana şöyle kolay. Basın kabinet veremem çünkü. Ya basın kabineti kırığı hakkım yok. Öyle okul prosesi gitmedi. Aralası hakkım yok. Zamlarını belirleyin. Bana Bekcan Ajantik Usul Mektebi'nin direktörü Onursal Mektebi. Kat verip koydu. Anna geldi. Kanallar mesele olsa fakat direktörle geçesen dedi. Usul Mektebi direktörü sizin Bekcan Ajantik. Şimdi benim şişbegenden giydim ismi prokuroruma müracaat ettim. Siz şişbegenden prokuroruma müracaat ediyorsunuz. Balacanan meselesini takip şişbegenden mi? Ben diyorum. Siz yazıp kullanın. Prosto siz direktörle şişe öğrettiğinden ki mes tavsiyem direktör kabinetine oturup hizmetxonasına. Hizmetxonasına. Direktörün şahsi собственный demesine. Mektep Onursal Mektep devlete qarashli. Şahsi xususiy mektep emas. O'sha devlete qarashli maktabda direktor hizmetxonasida o'tiribman. Sen men mutaxassis topshirma berdim. Endi men ilojim yo'q. Men o'tirdim, o'tiribman. Men agent o'tirishim. Mutaxassislar aytdi, psixolog keladi hozir dedi, 1 soatdan boshlab. Kundalik kom keladi dedi. O'tiribman, ne qilayman? Kaçta cevapsız? Aslında. Psixolog kesin barmadı. Ne soradın? Sol olduğunu beklediğinde oturup vardır. Onun yıkıldı ikiyeni. Aysın iş aylardı. Ben aileceğim kaydım gerek var. O ailet muhabbette ben kanama ilişkimi taslak ediyorum da kalkmış. Yaxshi, men ham siz qizib tiyapman, o'tirib. O tiyip ikinci mesele bu. Yaxshi, durust. Ya norozi bo'lsangiz aytibman. O'sha inspektorni Brejekdan ham chaqirib. O jarasbaytda mana bunda chaqirib. Onda nega o'tganda jarasbaytdan istedingiz siz? O'tganda nega ota-onaga assalomu alaykum deganda birovning naqoni topshirib, og'ziga topshirmasa, buni boshchi berdingiz. Yeysiz. Sen o'tiribman. Shug'ul qalamayapman. Mana bo'lsin, kelgan odamni chaqirgan ketsin, psixolog keladi dedi. Ichki ishlar dedi. Yaxshi dedi. O ya men жұмысым жоқ. Mening ham жұмысым yo'q. Men emas ular chaqirib atgan. Meni ular chaqirib. So'ng o'zini qiladi onda. Ya men uch kabinetda o'tir dedi. Kutib o'tirsam o'tiribmanmi? Mana ne topshirma beryapsan endi? Kim topshirma beradi? Aytasan shiqib tur dedi. O. Psixolog keladi ichki ishlardan dedi. Onu men emas aytgan sana. Şu adamdan talep ediyorsun. Men o bizda jura olmayman butun mektebning ishinde. Butun mektebning ishida jura olmayman, haqqim yo'q mektebning ishida. Sizning xona kiruvga haqqim bor, nizom bo'yicha. To'g'ri direktorga kiruvga haqqim bor, bo'lmadi. Men talab bo'yicha kelib o'tiribman, sizning xonada o'tiribman. O'quv prosesini, sinfxonaga kiruvga haqqim yo'q men. O'sha qadaqda жұмыс islayapti. İsteymiz, biz yapmayotganım yok. Bu siz tugatgan bo'lsangiz. Yaşam böyle kilit degende kim keladi? Inspektor psixolog Hech kim keladi. keladi deb aytgan yo'q. O'tib so'raydi. Ha, inspektor psixolog keladi dedi. Kundalik qilma. Biroq u sizga aytdi-ku 1 soatdan va 2 soatdan bo'lsaydi. O'tiravermadi dedi. O'tirsangiz sirtqa chiqmayli, qayerda men Men sirtqa chiqib, men sizga divon emasman. Sirtqa chiqib o'tiribman. Biz ham shu mamlakatning idorasida o'tiribman. Biz ham divon emas, sirtqa Men sizga divon demedim. Sirtqa chiqib o'tiribsiz, komand men sizga sirtqa chiqib demedim. Siz ketib borasiz. Unda shu yerda o'tirasizmi? O'tiraman. Shu inspektor psixologim kelsin, jaqinda qolma, mutaxassis chaqirmadi, yurinak dedi. O'tir dedim, men o'tiribman. Balashag'am uchun o'tiribman men. Siz uchun emas. Balashag'am farzandim o'quv uchun o'tiribman mana yerda. O'tirajaqman. Chaqirma, tezlatib ketdik, ajazan vaqtdan deyapman. Men bu yoshligimni kabinetda 1 million o'tiruv niyatim yo'q negizinde. Heyecan kızında ne? Shu qayerda? Çalışı için mi? Ketib uyimizga. Mening uyim bor, balashag'am va tasab keldi o'zi. Barmayman dedi. Barmayman. Bilib turibsan barmayman. Kalay bu.
Barmayman deb. Sizlar kim o'sha yerda o'tirgan bu yerda? Ministerstvodan mı? Prokuror şu Ya, ministerstvo buyruq chiqarib o'tgan yo'qmi? Shu buyruqqa tegaga o'tirdi. Yine siz düşündünüz mü bu bana düşündürmemek için? Ministerin buyruğunu uğurlasın da şimdi. Ministerin buyruğunu uğurlamayacak bunlar. Prokuror tavsiyemesin uğurlamayacak bunlar. Niye orlamayıp Sıfatlarını kılmadı, red kıldınız. Red kılmadıktınız o yani. Sonuçta iltimasnama görüyorsunuz. Ministeri alardı. Ne yapayım da çıkardı. İltimasnama yagitler size arkalı beri oturdu. Yerden minister sonra koyup size anlayana müsaade ötkürürse birge ötkürü koyamızlar. Sonuçta bu iltimasnama kirgizip koyuyordu 13 Mart günü. Belki yerden 11 Mart'ta kelip kalsam anlayana da ki sovet ötkürü yıkılmış deseniz sovet ötkürüyemizler. Sonuçta hazır meni kutib o'tirib, siz tugatdim anlayana bo'ldi meni gaplashib, yaxshi deyapsiz. Sizga işte suhbatda mazmunli tortayotganim yo'q. Psixologически. Psixolog inspektor bilan kundoshman mutaxassis kelib o'tir deganda o'tiribman. Mana o'tiraman. Bu yerga sizin baylanışınız şu. Bu prosesini ko'rib chiqib bizlar namoz O o'qiymiz. ishlayver, Ular men bo'yicha sizga mutaxassis bizlar. yo'q, men ham mutaxassis demayapman. Siz o'rganib chiqib men sizga qarshilik qilyapman. Marhamat, bemalol o'rganaver. Endi kelib meni davolatsiz. Men xodimlarning inspektor psixolog keladi, hamda kundoshman mutaxassis keladi degandan keyin shuni kutaverman, shu mutaxassis. Balkim siz qilmagan ishni ular qilib berar menga deb yaxshi niyat bilan o'tiribman. Balkim ular meni suhbat qiladi deb umid bilan o'tiribman. Ularga dardimni aytaman, ular meni tirnab qolar deb o'ylab o'tiribman. Inspektor psixolog bizni chaqirib bera olamiz. Qachondan? Bekletdimmi? Qaydan bileyim? Bir saatda hozir so'g'ida so'ysa, 1,5 soat bo'ldi. Kelaveradi. 1 soatda baraman deb aytdi. Yaxshi deb buni ham kutib o'tiribman. Va inspektor psixolog Ayna var. Ayna var. Verme. Mansur kayıtta. Telefonla aynı şey. Ya telefon işi. 88'lik 939 92 88. Inspektor psixologingiz kelamikan? So'g'an telefon bor. Mansur kalaysan yaşımsın o ayrı masalım. Mansur, devletke жаңағы prokurorдың тапсырмасымен деп министрдің бұйрығымен қанегелер келіп отырды. Сол қанегелер саған қарап отырды да қазір. Қашан? Класс başları. Kirgенге шығып, обедтің Кетсем ба? Біздер обедтен ham қалдық, сол саған қарап отырмыз бәріміз. Men avetchiman. Telefon qilib keldim men. Eshik avetchiga. Alo. Bo'ldi. Ketaman deyman, yolg'on ekan. Prokuror direktordan xonasida borib annaga indamiychi, bir o'z betingizga qarab o'tir demagancha. Sovet qilib oyoqqa ketavering men, iltimos. Qurib vaqtimda olsangiz. Siz o'tiraverasiz altıqalaysiz, aylığınız yazılıb turibdi. Buyruqda yozib qo'yibdi, aylig'i saqlanan holda aytdi. Siz aqsha to'ydim memleket o'tirgan uchun. Sizga bag'na ruxsat berdim, mana berimda. Men siz ruxsat o'tiribsiz. Men o'tirganda mutaxassis kutib o'tiribman. Agar sovet qilsangiz, Men ular mutaxassisning ahvolini u. Hadi o boshqa ota-onalar men sovet o'tkazib o'tirgan. Hozir vaqti yo'q deganga qilib o'tiribdi. yaxshi men yig'layman, men ayb yo'q. Siz bayramda o'tirib kutib o'tiribsiz. Endi siz ruxsat bersangiz kelajaqman. Sizga ruxsat sovet tamam bo'ldi. Hop, onda berim tamam bo'lgan sovet men tanishib, qo'llab chiqib keting Bunda dedi. ertaga azonga deyman, kechga deyman, soat oldindan o'tiradigansiz dedi. Demek siz ertaga azonga meni ilk o'tirajaqsiz sonda. Sovet tuzmayapsiz sonda. Men sizlarga o'tganib baraverasiz. Ya, men sovetni o'qimay turib, tanishmay turib ketolmayman. Siz sovetni nizat qilganingizni o'quvim kerak.
qo'shimchani yozib qo'yib qo'yib, deb chiqib ketib kerak. Shunday men nizomga bo'ysunaman. Nizom talab bo'yicha kelyapman. Men majbur men sizning oldingizda o'tiraman. Men prokurorga topshirgan. Barasan, mutaxassisga to'liq ko'rsatmani berasan, kerak zaten yozib berasan, savg'atlarni qo'llab berasan, basatda deysiz-da, deb chiqib qaytasan. Javobim menga olasan dedi. Yaxshi dedi. Prokuror topshirmasi bo'yicha o'tiribdi. E'tiroz bo'lsa prokurorga qaytaman. Ministerga. Siz shahrimizga kelyapti, men aybim yo'q dedi. Kelmagan bo'lsam, bunda durustsizki. Anagan shahrimga kelmaydi. Men bilan so'g'it o'tkirdim, bas tortdi. Bilolmadim hissatdi, so'g'it yurolmadi deymiz bu. Keyin ota-onam bilan жұмыс istayapsiz. Keyin ota-onam. Ja, kitobxonasidan chaqirib yurmayapti, kitobxonasi, kundalkom keladi. Kundalkom chaqirib. Kim 23-cü, kim 21, kim 25, kim 24-cü yıl. Tavsağım. Sizden de dikkat ediniz mi? Yani razı. Ha, özür onu bilmedik. Prokuror o'rinbosari bilan gaplashib bering. Yo'q. Endi prokuror o'rinbosari bilan gaplashayapman ular.